Avval kuni 40 yosh bilan 50 yosh o'rtasidagi bir inson menga kelib dardini ayta boshladi. Ayolimga 2 marta xiyonat qildim. Ya'ni nafsini noshariy yo'l bilan, harom yo'l bilan, zino yo'l bilan qondirganligini xiyonat qildim deydi. Oilamda notinchlik o'shandan boshlandi. Chekkaroq joyda yashardim, bolalarimni kelajagi uchun yaxshiroq bo'lsin deb shahardan uy olib maktabiga yaqin joyga olib kelib ko'chirib keldim. Birovdan kam qilganim yo'q. Birovdan oshiq bo'lsa bo'ldiki, oshiq qarasam qaradimki, birovdan kam qilganim yo'q. Kiyishi ham hammanikidan a'lo bo'ldi. Oxiri ayolim shu darajaga yetdiki, menga umuman itoat qilmaydigan bo'ldi. So'ramasdan ko'chaga chiqadigan bo'ldi. So'ramasdan o'zicha ish qiladigan bo'ldi. Menga qaslashib, boshqa erkaklar bilan SMS yozib telefonlashadigan bo'ldi deyapti. Mo'min ayol shunaqa qiladimi? Musulmon ayol shunaqa qiladimi?